Uqasi 25. 25. Kelgunchalik buni rangi mana shunaqa kumush rangga kiradi. Nobud qilib qo'yishadi, oyog'ini tegi yara bo'lib qoladi. Barchaga assalomu alaykum. Kech bo'lishiga qaramasdan mana Bo'stonliq ko'chalarida ketyapmiz, ha? Mana. Olib qo'yaman. Zeriktirmaydigan video ishlash uchun mana birgalikda Chef Krol G'ayrat akam ham shu yerdalar. Assalomu alaykum hammaga. Mana Farruh akam, mana Shuhrat akamning bolalari, xudo xolasa endi mana Farruh akamnikiga ketyapmiz. Bularda ham ajoyib zo'rlari bor ekan, xudo xolasa. Bizani kuzatishda davom etinglar. Zo'ri sizlarga yarashadi, xudo xolasa. Zo'rlarini qo'yib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Shuhrat aka bora yaxshilari. Bor. Sandiqqa solib qo'yganlari ham bormi? Farruh akamning quyonxonalari kelganmiz. Bu quyon fermada o'ta gigant, katta flanderlar bor. Albatta videoni oxirigacha ko'rishga arziydigan tasvirlarni olamiz. Assalomu alaykum. Farruh aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. O'ta gigantini quchoqlab olibsiz-ku aka. Yoshlikdan mehr berib shunaqa katta qilgan bizlarni. Quyon ishqibozlariga qiziqdi. Ba'zi birlar boshlaymi, boshlamaymi deb bu kaprizni o'lib qoladi deb o'ylashadi. Yo'q, ikkilanmasdan maslahat beraman, ikkilanmasdan boqadigan quyon. Tavsiya qilasiz, Albatta. Bu necha yosh aka? Bu 7 oylikdan oshdi hozir, xudo xolasa. 7 oylikdan oshdi. 8 kilodan oshiq edi vesi, hozir ancha ves tashadi. Nega kasal bo'lib qoldimi? Yo'q, korimga o'tish vaqtida sal mazasi qotib. Tavsiya qilasiz bitta korimda boqishni. Bitta korimda, shu bitta korim ham ana. bitta korim ham aynib qolyapti-da ora-orada. Bilmayman qanaqadir chiqarayotgan. Quyonlarga shuning uchun to'g'ri bir xil. Bu yerda mana quyonchilikda necha yil bo'ldi dedingiz? Xudo xolasa bir 15 yildan o'tdi. 15 yildan beri. Hozir bu katta mana shunaqa gigantlarni necha yildan beri boqishni boshladingiz? Bir 10 yillar bo'ldi, xudo xolasa. 10 yil. Faqat katta quyonlar boqasiz, ha? Hammani yo'nalishi har xil. Kimdir karlik, kichkintoy quyonlarni dekorativni boqishni xohlaydi. Lekin akam mana vesavoy, qo'chqordeklarni boqadilar. Xo'p, maqtanadiganlaringiz qaysilari endi bizga, obunachilarimizga? Sizga maqtanadigan mana samka bor, mana xudo xolasa. Samka. Mana rahmat sizga. Qani ko'rsatamiz. Mana samkamiz. Qani? Bismillah. Mana. Bu necha oylik? Bu 2 yoshlik 25 voha 10 kilodan qaytgan samka bu. Uqasi 25. 25. O'xti, mana baho berib qo'yasizlar. Erkagini yotishini raslanib. Qani? Murodjon keling, endi mana bu yerda Paltavskiy Serebro degani bor. Go'sht yo'nalishida bu ham bir paytlar asa cho'qqiga chiqqan, lekin hozirgi paytda ham juda ko'pchilik yaxshi sevib boqayotgan quyonlardan bittasi. Mana bu quyonlar tug'ilganda qop-qora bo'lib tug'iladi. Kelgunchalik buni rangi mana shunaqa kumush rangga kiradi. Buni Paltavskiy Serebro deydi. Bular faqat go'shtga boqiladi. Go'sht yo'nalishida o'zi 4 xil zot bo'lsa, mana masalan bittasi Burgundskiy, bittasi Kaliforniyskiy, bittasi Paltavskiy Serebro, yana bittasi adashmasam nima qolib ketdi hozir? Kaliforniya, Burgund, Paltavskiy Serebro, Xikol, italyan Xikol quyonni brolleri hisoblanadi. Bular ham mana gap yo'q. Necha oylik bo'ldi bular, aka? 2 oylik. 2 oylik bo'ldi. Nechta urg'ochi, nechta erkak? 2 ta urg'ochi, bitta erkak. Sotuvdanmi bular? Sotaveramiz. Xo'p, mana narx to'g'ri sotamiz. Gap yo'q. Ketsinlar. Ko'pchilik aka narxini aytish uchun nima qon topshirib kelaylikmi, analiz topshir, negativli yozishadi. Hozir mana odamlarga qiziq. Mana kelishilmagan video tabiiy olinyapti. Nech puldan bu aka? Parasini 600 mingdan qilib beraman. Gap bo'lishi mumkin emas. 600 mingdan parasi, donasi 300 ming ekana, barakasini bersin. 2 oylik onasi ustiga to'ygan, ajragan. Xudo xolasa mana bu erkagimiz edi. Erkak. Eng kattasi mana shu. Falanlarni o'zi rasmga qo'yibsiz-ku, aka ko'z tegmasin. Bu Kaliforniya qattiq liniyasi mana oq Kaliforniya. Aka mana Kaliforniya go'sht yo'nalishi deganimiz mana bu ham tuqqan hozir mana bolalarini ko'rsatdik. Bu liniya Qashqadaryodan, Mirshotdan kelgan. Ha, bo'ldi, Mirshotni taniyman, zo'rlarini boqadi u ham. Qirg'izga borib taqaladi buni. Bu tug'ganiga necha kun bo'ldi? Bismillahirrohmanirrohim. Voy gap yo'q, men buni qarang mana qo'limni bu ham vo ko'z tegmasin. Aka bu barakali bo'lib ketibdi-yu. Keling mana ko'zi 8 tami, 9 tami? Mashalloh mana. Shaxtyor ham beribdi. Necha oyda tug'adi bu?
hamma quyon bir oyda tug'adi. Bir oyda nechinchi ishlashi bu? Ikkinchi ishlash. Zo'r, tajribali ona quyon ekan, zo'r boqayotgan ekan. Birinchida ham ko'p tug'uvmidi? Birinchisida ham 8 ta tuqqan edi. 8 tani biz bexato katta qildi. Mana. Mana ikkinchisida ham bexato katta qildi, xudo xohlasa inshaalloh. Ko'z tegmasin, juda ham zo'r. Mana teylari toza, hidi yo'q, hurmatli obunachilar. Eng yomon ash hidi bo'lsa yomon, amyak hidi quyonlarni zaharlab qo'yadi-da. Vichishga bo'lish kerak, havo aylanish kerak. Bunaqa katta quyonlar o'zini erkin his qilib, Ishkalari albatta mana quyonchilikda mana shunaqa dori-darmonlari bo'lishi kerak. albatta. Keyin mana bu yoqda mana ko'pchilik tushunmaydi, katta quyonlarni iloji boricha bo'lib kengroq harakat bo'lib, ozgina yurib, mana keyin katta valyerlar qilib berish kerak. Bir xil olib keladi, kichkinligini tiqib qo'yadi, u bosh aynasi ko'ta aylanmay, keyin kasal bo'lib, bola tug'olmay, odamlar mana bir xil aytadi, go'shtga qiziqaman, ukam, go'shtdan gapir, zotlaringni tushunmayman deyshadi. Mana bular gibrid, Poltavskiy Serebroga o'zimizning o'sha joyda bilan qo'shilganda chiqqan quyonlar mana. Mashinani ish qandoq bo'ldi, aka? 2 oylik yo yetar yo yetmas. Yo'q, hozir ko'rosizlarmi? 2 oylik quyonni 2 kilo qaraylar. 800 vislari bor. Mana buni qaraylar. 2,5 kilodan shu vesi bor mana shu quyonni. Mana uylarda boqsanglar, uylardan go'sht uzilmaydi. Bu quyonlar 8 ta, 10 ta, 12 tagacha tug'adi. Go'sht yo'nalishi. Go'sht yo'nalishidagi quyonlar immuniteti baquvvat bo'ladi. Saqalgan, kasal bo'lib qolmaydi. Bemalol uy sharoitida bemalol qiynalmay boqishadi. Mana shunaqa valyerlar qilib qo'yib, tegini toza ushlashsa, o'zini ko'rimlaridan berishsa zo'r o'sadi. Mana bu yoqda ham rosa chillatib olibdilar. Bu yerda toza flanderlar ham bolalari bor ekan, gibridlar bor ekan, mana aralash. Menga eng yoqqan tarafi valyer qilib boqayotgan ekanlar. Quyonlar siqilib qolmagan. G'ayrat akam bilan birgalikda cho'ttamiz. Quyonlar yayrab yuribdi mana, siqilib qolmagan. Xudo xolasa, mana bu yoqdan ochgan qochib berishimiz ham mumkin. Endi buni egasi bilan men topdim yo'lini mana. Mana kichkintoylar. Shuhrat aka, bu quyonxonangizda mana tuzlarga ko'zimiz tushyapti. Bu qanchalik foydasi bor quyonlarga tuzlarni? Tuzlar endi shu vitamin kerak bo'lganda yalaydi. Odatda molga, qo'yga berishardi-da tuzlarni. Bular ham bundoq olganda organizm shu mol bilan qo'y bilan bir xil talab qiladi shu tuzni. Bo'lmasa bitonni yalaydi-da. Bizlarga ustozlarimiz ham shuni o'rgatganda tuz tavsiya qilgan shu tuz berib kelamiz. Farruh aka, bu yerda men hozir ko'ryapman, endi shuni ichida bo'lganimizga bu yerda toza flanderlar ham bor ekan, keyin gibridlar ham bor ekan. Bor. Endi boya joyi tozalaganimda shu qo'shib qo'ydim. Biz adenni turuvdi. Insal joy ham kerakligi uchun bo'shatdik. Mana bu yoqda mana oq flanderimiz ham bor, bu yoqdan qo'shilar ekan, mana xudo xolasa. Mana oq flander. Buni uqasi menimcha 22,5-23 yil bo'lsa kerak. Shunaqa. Voy mashallah, bu ham tirsillab ketibdi-ku, aka. Ko'z tegmasin. Qani. Mana bu yoq, bolam. Voy mashallah. Oq flander deydi buni. Bularni ham ranglari, anaqalari ko'p. Mana qo'yib olamiz. Bu erkakmi deyman? Erkak. Gap yo'q, aka. Zo'r ekan, ko'z tegmasin. Mana shinshilla rangligi ham bor ekan bo'ladi. Qoyil va Mana. har qanaqasidan qilib qo'yibsiz, aka. Bular urushib ketmaydimi erkagi bilan birga? Yaqin bizni bir-birini urushadi. Urushib ketadi, bular o'shaning uchun alohida qilib ajratib qo'yilgan. Mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Quyonni giganti. Aka, sotuvda bolalardan bormi? Endi obunachilar, aka, bolalardan bormi deb juda ko'pchilik so'raydi bizdan. Bolalardan so'rashadi ko'proq. Xudo xolasa qilib beramiz. Qilib beramiz. Keyin bularni nima berib boqyapsiz? Aka, endi biz bilamiz. Yangi boshlamoqchi bo'lganlarga qizuvdi. Nima berib boqyapsiz? Bularni semirtirib gigant qilyapsiz, aka? Bizaniki yemishimiz ana ko'rinib ham turibdi. Arpa, korim, biyda, Qattiq nonlar ham berib turibsiz. qotgan non, suxari. Zo'r, aka. Menga nimasi yoqdi mana. Bu katta quyonlarni ayrimini olib kichkiningga qafasga solib qo'yishadi, keyin yaxshi o'smadi, oyog'i yara bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi deyshadi. Mana shunaqa sharoitda boqishlikni tavsiya qilamiz bunaqa katta quyonlarni. Bular harakat qilib, aylanib yurish kerak-da. Qancha yursa o'sadi, rivojlanadi quyon. Mana men hozir mana shunaqa valyerlar qilib boqishni ham yaxshi ko'raman. Bu gigant quyonlarga moslashtirilgan. Gap yo'q, zo'rlari bor ekan. Okalar aytayapti, "Mana po'st emas, mabtu tug'di Kaliforniyskiy." Alloh barakasini bersin. Mana hurmatli obunachilar, somonga mana shunaqa qilib yungini aralashtirib tug'adi mana. Mashalloh, ko'z tegmasin. Qachon tug'di bu aka? 4 kunmi, 5 kun. Buguna onasiz juda sifatli ekan, lekin juda zo'r ekan. Gap yo'q. Quloqlari ham Barakasini bersin, o'zidan ko'paysin. Bir-biridan go'zallari. Mana
Mana bitta shinshilla ham bor ekan. Shinshilla rangli flander ham bor ekan. Hozir buni ham chiqarib ko'rsatamiz. Qo'yilma, aka. Joning sog' bo'lsin. Mana shinshilla buni ham rangi ko'p bo'ladi-ku, akalar. Jelizistisi bo'ladi, agutti, oqi, seribilik har xil ranglari bo'ladi bularning. Yevropada gold ranglilari ham, keyin Bu tug'adiganmi? Qo'y ranglilari ham bor. Bu erkak, a? Qani buni ham bitta ko'tarib ko'ring-chi, aka. Shinshilla flander deyiladi mana bu. Buni ham akasiga juda ko'pchilik qiziqadi, akalar. Mana buni qaranglar. Shunaqa quyonlardan bir 10 tasini boqib qo'ysanglar, 8 ta 10 ta 6 tadan tuqqanda ham uylardan go'sht uzilmaydi. So'ysanglar bir tog'ora go'shtni. Bular lekin bahosi go'sht narxida hisob bo'lmaydi. Nimagaki bular zot yo'nalishida boqiladi. Endi misol nima desam bo'ladi? Bularni aytmoqchimanki, oxirida so'ysa ham zarar ko'rmaydi. 5-6 kilo toza go'sht qiladi bular. Endi buni ham o'ziga yarasha mashaqqati bor, G'ayrat aka. Albatta. Qiyinchiliklari bor. Endi bularni necha mahal ovqat berish kerak, Shuhrat aka? Aytib o'tib keting obunachilarimizga. 2 mahal beriladi. Ertalab, kechqurun. Mana karmushkasini ertalab to'ldirib qo'yasiz. Bir yog'iga beda, bir yog'iga mana ko'rsatinglar, mana bunaqa karmushkalarda qilib qo'yishgan. Hop. Ertalab berasiz, kechqurun kelganingizda qolmagan bo'lsa, yana to'ldirib qo'yaverasiz. Bu katta quyonlarni faqat tegini qalin qilib, yumshoq joyda boqish kerak. Tegi qipiq deydi o'zbekchasiga, ruschasiga bilasizlar, apilka deydi. Apilka bilan somon yoki poxol solib qo'yib, qalin qilib boqmasanglar, oyog'ini tegi paddermatit bo'lib, yara bo'lib qoladi. Nimagaki bularni vesi og'ir. Mana bunaqa payilkalardan suv ichgan zo'r. Aybimni tushunmay tog'orachada qo'yib qo'yadi-da, uni to'kib yuboradi, inini shiltatib yuboradi. Bundan o'ziga kerakligini ichaveradi. Keyin bola tuqqan quyonlarga iloji bo'lsa bunaqa gigant quyonlarga mana bunaqa payilkalarni 2 ta yoki 3 tadan ilib qo'yish kerak. Nimaga? Emizuvli quyon juda ham ko'p suv ichadi, juda ko'p ovqat yeydi. Chunki bolasini emizgandan keyin qorni ochaveradi-da bularni. Mana shu 1 litr suv bir kunga yetmaydi, aka. Yetmaydi. Kuniga bash bolalari katta bo'lgan sari ko'p suv ichaveradi, 2 litr, 3 litr spokойно ichib 2 litr qo'yadi. ichadi suv. Bolalar ertaga 1-2 oylik bo'lsa, 3 litr ham ichib qo'yadi. Mana bu ham tug'gan-a? Bu necha kun bo'ldi tug'ganiga? 3 kun bo'ldi. 3 kun bo'ldi. Mana bolalarini o'rab qo'ygan. Aka, mana shuni ko'rib odamlar tug'ibdi, bolalariga zakaz qilsak bo'ladimi, biron qilsak bo'ladimi deydi. Xudo xolasa, ko'zi ochilsa, biron qilsa bo'ladimi? Yo faqat 2 oylik bo'lganda sotuvga qo'yasizmi? Biroq qo'ysa 2 oylik berilaveradi. Bo'ldi gap yo'q. Aka, ko'pchilik mana obunachilarimiz quyonni shu bolasini tug'ganda ushlab bo'lmaydi deyshadi. Qanchalik to'g'ri bu? Tug'ilgandan bemalol ushlayman. Mana hozir isbotlab beramiz bu narsani. Qani bismillah. Bismillah. Mana. Voy, mana. Buni to'ydirib qo'yib deymiz. Qorni to'q, a? Qorni to'q. Mana 4 ta tug'ibdi. 4 ta. 4 ta dona. Odatda bu katta quyonlar ko'p tug'ardi-ku. 10 ta tug'ardi, 8 ta, har xil tug'adi. Endi har safar har xil. Allohni bergan. Ikkinchi ishlashi birinchi 8 ta tug'di, mana ikkinchisiga 4 ta. 4 ta tug'gan mana. Ajoyib tasvirlarni mana biz yoritib boryapmiz, a. Bizni kuzatishda davom etinglar. Nobud qilib qo'yishadi, yo oyog'ini tegi yara bo'lib qoladi. Mana bularni mana shunaqa toza, qalin, mana shu apilkani mana shu 1 santimetrdan sal kamroq qilib apilkalar solib qo'ysanglar, oyog'ini tegi yumshoq yursa, tegi yara bo'lib ketmaydi. Buni hamma ham aytmaydi. Ko'pchilik sotadi-da, qanaqa boqish sharoitini o'rgatmaydi. Mana shu joyda bir gap keldi. Bemalol. $300 qo'y beradi degan negativchilar mana shunaqa mehnatlari bor. O'ziga yarasha albatta. og'ir mehnatlari. Buni tozalanadi, dezinfeksiya qilinadi. $300 ga shunchalik yaralib qolmaydi. Mehnati bor bunda. Albatta. Tegini tozala, bularga vitaminatsiya, vaksinatsiya, bu quyonlar katta quyonlar ha deganda ko'p ham tug'ilmaydi. Buni ham o'ziga yarasha ishi bor. Bular agar semirib ketsa, matkasini yog' bosib, tug'may qochsa ham tug'maydigan holatlar bo'ladi. Bularni ham qantarib turiladi, quruq hashaga o'tkazib qo'yib, ko'rinma kamroq berib. Shu qantarish deganini ko'pchilik tushunmaydi. Nima degani u qantarish, aka? Masalan, qarang, naprimер, mashq quyonlar 7,5 kilo, 8 kiloda zo'r tug'ib, bola tug'ib qarasa, keyin uni boqursiz 10 kilo, 11 kilo bo'lib ketgandan keyin uni keyin ko'rimini olib qo'yiladi-da, hashay beriladi ko'proq. Ko'rim kamroq bo'ladi, o'shani qantarish deydi. Nimagaki ortiqcha silishkim, ortiqcha ves olsa, aytganimda tanasini yog' bosib, ayniqsa urg'ochi quyonlarning matkasini yog' bosib, tug'may qoladi. Qo'shkasiz misol uchun 1 oydan keyin qarash tug'maydi. Nimagaki ushamagan bo'ladi. Erkaklarda ham xuddi shunaqa. Erkak ham agar silishkim katta ves olsa, urg'ochiga sakrashga qiynalib qoladi. O'shaning uchun bularni bir xil me'yorda stabilni ushlab turiladi. Tovozlarga qo'yib, tortib,
vesi qo'shilib ketayotgan bo'lsa, ozgina ovqatdan qantarish deb shuni aytadi. Ko'ribini olib tashlab, ko'proq hashaga o'tkazib qo'yiladi. Shunaqa. Ko'rishinglar mumkin. Gap yo'q aka, Farruh aka, ko'z tegmasin. Ancha yillar bo'ldi o'zi kelganimizga, ancha yildan men kelmadim, ancha o'zgarishlar katta. Zo'r qilib qo'yibsiz. O'shanda kelganimda bunaqa valyavlar yo'q edi. Qo'yib olib boqardingiz bu yerda adashmasam. O'shanda ham flandir olib ketuvdik sizdan. Ko'z tegmasin.